soliq to'lovlarini to'g'ri va maqsadli to'lanishini ta'minlash, muddatda bajarilmagan soliq majburiyatlari uchun penya hisoblanishining oldini olish maqsadida shaxsiy kabinetdagi soliq to'lovi interaktiv xizmat turidan foydalangan holda avval soliq turlarini yangilab, keyinchalik soliq to'lovlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agar yuridik shaxs o'ziga xizmat ko'rsatuvchi tijorat banklarining mobil ilovasidan foydalanib soliq to'lovlarini to'lash istagini bildirsa, unda avval shaxsiy kabinetdagi soliq kodlarini, g'azna hisob varaqlarini tekshirib, so'ng to'lovlarni amalga oshirish so'raladi. Sababi yuridik shaxs boshqa bir yuridik shaxs tarkibiga qo'shilgan bo'lishi mumkin, yoki uning ma'muriy hududiy birligi o'zgargan bo'lishi mumkin, yoki u qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisiga aylangan bo'lishi mumkin. Shunda uning soliq kodlari bo'yicha shaxsiy hisob varaqlari ham o'zgaradi. Soliq to'lovchi yuridik shaxs agar ortiqcha to'lovi mavjud bo'lsa yoki noto'g'ri to'lov amalga oshirgan bo'lsa, unda shaxsiy kabinetda bizda ortiqcha to'lovlarni qaytarish yoki boshqa soliq turiga hisobga olish interaktiv xizmat turi bor. Mazkur xizmatdan foydalanib, tegishli tartibda shaxsiy ma'lumotlarni to'ldiramiz, tegishli hududni tanlaymiz, ortiqcha to'lov mavjud bo'lgan soliq kodini tanlab, summani kiritib, arizani jo'natamiz.